Uchib ko'rishun ekan. Gazi bormi? Narxi nechi pul aka? Naqd pulgami, bartergami? Naqd pul bo'lsa qancha bo'ladi, barter bo'lsa qancha? Yo, o'zi sizning mo'ljallik sizga pul kerakmi? Bo'ldi, shu naqd pulga gaplashaveramiz. Nechi puldan? Nima aybi bor aka? Hadaviylarda, motorlarida. Motorga garantiya beraman. Qayerdan siz? Eski Bo'ston. 2010 dedingizmi? Nechi pul puli? O'sha ayting-da. Qimmat qancha eshitaylik ham? Oh, 30 million. Zo'r narx. Yo aka, 30. Unaqa qimmat aytsangiz aka, savdolashib ham o'tirmayman, to'g'risi. Qarang, общий kraska. И yana bir marta o'zi общий kraska qilinadigan bo'lib qopti o'zi. Kraskani yaxshi sipmabdi aka. Yorilibdi kraskalari. Mana ko'ryapsizmi? Qo'lingizda ushlab savdo qilavering. 20 ga berasiz. Aka, bitta gap aytaman mana. Men 20 dedim, siz 28, ikkovini o'rtasini qilamiz. 24 million so'm bor aka. Kimning nomidan mashina? Mashina generalni yuraman. Atrofni qilib beradi unda. Yo, egasidan yana generalni ola olamizmi? Endi buni $500 ketadi-da formatiga. Hozir men kimgadir berib yuborsam ham jabr bo'lib qoladi. Endi Matiz-ku, muttahamlik qilmasa kerak egasi. Egasini taniysizmi? Egasini taniyman. Generalni beradimi, bermaydimi? O'zim generaldan o'zi so'rab ko'rib ketdim, undan keyin garantiya beraolmayman. Imasa oformib qilishimiz kerak. Imasa 24 million so'm. Agar generalni berganda yana bir ikkisini qo'shardim. Oform bo'layotgan bo'lsa 24 million so'msa bering. Bor aka. Bormi aka? Yo'q, 24 ga sirasiz hujjat qilib olib qolaman. 24 bo'lsa bering. Yomon pul qilmadim aka. Mashinangiz общий kraska, yili 2010. Old arqa baloncha qo'yib yuborish kerak. Endi bitta odamni kuniga yaraydi, bitta oilani kuniga yaraydi. Puli yengil. Lekin agar sotishingiz kerak bo'lsa, narxini yomon qilmadim, o'rtacha narx. Qimmat ham emas, arzon ham emas. Bering. 1 million so'mga endi qarab o'tiramizmi? Ikkovi shuncha odamga tomosha bo'ldi. Bo'ldimi, barakam? Bo'ldi, baraka. 24 million so'm. Agar naqd pulga oladigan mijozlar bo'lsa, mana ichimizda. Ana olinglar, baraka.